Bilasizmi, odamlarni qiziqishi butkul o'zgarib bo'ldi. Instagramga kiradigan bo'lsangiz, deyarli 80% kontentlar botqoqlikka botib bo'lgan. Xuddi shu kontentlarni ko'rgan paytim ba'zida xafa bo'lib ketaman. Instagramga video boshqa joylamayman, qo'ymayman, ilm ulashmayman, odamlarga baribir qiziq emas degan fikr bo'ladi. Ammo boshqa tomondan yo'q. Mana shu botqoqlikka botib qolishdan balki kimnidirni qaytarayotgandursan, balki sen o'rgatayotgan, sen ko'rsatayotgan bu ilmlar kim uchundir manfaatlidir degan tushuncha ham ikkinchi tomondan o'ylantirib qo'yadi. Keling bir ish qilamiz. Men sizga siyratga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixlariga doir bo'lgan va Makka Madina tarixiga doir bo'lgan albatta siz uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni har kuni kechki paytga joylab boraman. Siz buning uchun menga shunchaki obuna bo'lib qo'ying, bitta like bosib qo'ying agar imkoniyat bo'lsa. Undan tashqari kommentariyaga hech bo'lmaganda reaksiya qoldiring. Va bir narsani va'da bermoqchiman, agar shu yilning oxirigacha 1 millionta obunachi bo'ladigan bo'lsak, o'zim bilan aynan obunachilarim orasidan 10 kishini tanlab olib, 10 kishini umra safariga olib kelaman, 10 kishiga Ka'ba qo'shib beraman, 10 kishiga Ravzadagi yashil matodan hadya qilaman. Umumiy 30 ta obunachim hadyaga ega bo'ladi.